Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlarım. Salomat turdinglarmi? Kechliginglar xayrli bo'lsin. Jasorat munbirga xush keldinglar. Yaqin oyog'i shu da'vo ishlarimizda xeyli ishlar bo'lib o'tdi. Buniki ba'zilari kutganimizdek chiqqan bo'lsa, yana ba'zilari toza kutgan yerimizdan chiqmagandek ta'sir beryotdi ko'pchilikka. Mushu ishlar haqida bugun yana ustozimiz hurmatli G'ulom akani ekranga taklif qildik. G'ulom akamizdan o'zimiz ko'nglimizdagi savollarimizga javob berishga tirishamiz. Assalomu alaykum, hurmatli G'ulom aka. Ekranimizga xush keldingiz. Va alaykum assalom, rahmatullohi va barakatuh. Aldı bilan yaqinda hammamiz diqqat qildik. Siz Turkiyaga yana bir qatim safar qilib keldingiz va u yerda surgundagi hukumat qayta tartibga solinib bir saylan bo'ldi va siz u yerda surgundagi hukumatning raisligiga saylandingiz. Bu mening bilishimda az bo'lmagan qarindoshlarimizning orzusi edi. G'ulom aka yetakchilik qilsa yaxshi bo'ladi bu ishga deydigan sada burundan bordi. Bu ish oxiri amalga oshgan bo'ldi. Endi tabiiyki alda bir savol tug'ildi bu yerda. Ham sizning yetakchiligingizdagi bu surgundagi hukumat xalqning kutganlariga qaysi darajada yiqilisha oladi? Bu jihatda sizning konkret planlaringiz bormi? Endi mening saylanishim bilan meselenin hemmisi hal olup gitmeydi. Bunu tunuş lazım. Bizden halkınki moşu cihetteki tunuşu izcil yetersiz olup geliyotydy. Saylamdan keyinla barlyk halk goya beka boldy. Etizere qışlardan beka bolgandek. Özünün işine kirişip ketdi. Boldy onu bir adamga havalı qıldyk dep oylaydı. Yoki ixtiyorsiz shunday bir psixik shakllanib qolgan bir odamga havola qilingandan keyin bitdi. Uning qo'li sovudi, hamda u o'zining ishini qilsa bo'ladi. Saylangan odam bu ishni bajardi. Bu xil tunush hozirgacha hukmron o'rin turib ketdi bizning xalqimizning xarakterida. Endi bu nimeden kelip çıkıvatıdır dese bu davamıznınki külümünü, hacmini, igizlikini, yükseklikini yak çoğunkurlukini asli manisi bilen, tüp manisi bilen düşünmegenlikten kelip çıkıvatıdır. Goya bunu biz balalar oyunçuqı balalarning öğütüp oynagını yoki çoğ adamning işini taklif qilib oynagını o'xshash bir o'yin qatorida ko'rganligimizning aqibati bu. Bu tunush yetersiz bo'lganligi uchun ishmi shunga yarasha bo'ladi. Qanchalik tunusak shunchalik ish qila olamiz. Tunush balalarcha bo'lganligi uchun ishimizmi balalarcha bo'ladi. Endi mening saylanishim faqat bu yerda qilishga tegishlik 1000 ish bor desak, 1000 turli. Shu ishninki faqat birsi hal bo'lgan bo'ladi. Endi qolgan 999'ini mening hal qilishimga, mening bijirishimga tashlab qo'ya olsa, bu demak yana bir qatimliq hamoqatlik bo'ladi bu. Buning uchun xalq şunu tunuş gerekki, bu dava favqulodda cho'ng. Bunun için bununla bir adamning emas, bir top adamning kuchi yetmaydi. En az bu xalqning 60% safarvar bo'lish kerak. Andan bu biz ish qila olamiz. Bu meselenin bir tarafi. Bu meselenin umumi külümü cihettin hal qilishning bir sharti bo'lsa, endi harakatning yadrosi uchun aytgan vaqtida yana bu bir adam, bir necha adam kifoya qilmaydi. Bu bir to'p bilgan odamlarni
yani kesipleşken, ixtisaslaşkan kadrlar koşuğunun işi. Bunun beşi de olgan bir adam. Yani men deyli. Men fakat teşkillik ola alayım. İş kıyıcı emas. Yani vazifelerini taksim kılışım mümkün ve onu vakti bitken vaktida sorap tapşırıp verişim mümkün. Bitkini kançılık, bitmegini kançılık. Ve ne için bitmedi? Onun sorğunu elişim mümkün. Başta olgan adam fakat bir teşkillik içi, maslaştığı içi, vazifelerini taksimlik içi. O işin hemmini becerici emas. Şundaklı bu hemmini becerişki mi mümkünçülük yok. Bunu bu cihetten konuğan bolsak, bu 70 yılda belki davanın terakkiyatı ma'lum musafalarını baskan bolattı. Näýdipsiz ki biz izçil halda saylamdan kelip kutulumuz goýar bu işden. Bu iş ilgisim taptı ve biz hem de yüzümüzün okutuny kıysak boladigan şekilde. Şuna endi bir yerde halkka muşu nuktany bir kança ýerde täkitledim. Saylam bilen kutulmaýsyl dep. Bu hökümetniň ýygynydymy dedim mene. Saylamdan keyinki sözünü öwrümde. Saylap bolduk, hem de kutulduk dep oýlap galsaňlar bitdi bu iş, akmaýdy bu iş. Degenini ulugymy dedim, halkyma dedim bir neçe ketdim. Endi meniň kanda planlarım bar meselesi gelsek, meniň izçil planlarım bar. Ben puhraçygymdymy bar, bu teşkilatga arlaşkan wagtymdymy bar bu plan. Bu plan bar. Ama bu planny men orundaýanmaýman bu plan. Halk bunu düşünmüşi lazım. Bu planny orunlaşka bir grup güçlük adam gerek. Plan bolsunlar iş bitmeydi. Onun icrasını kılıdığanga güçlük adamlar gerek. Benim üstüge o plan bir türlü oluşumu mümkün emas. Bunda olsa bu yetersiz bir plan bolur. Ondan köp sahäge qartılgan bir plan bolur ve her sahäniň bir mutahassisi lazım bolur. Endi bugünkü awalymyzdan aýtgan wagtyda yetersizlik mana meşäde. Bir ara umumy halk saýlamy diýdigan popanla kötürildi oturlukda. Umumy halk saýlamynyň akıbytynyň näme boldyganlygyny dep ötdik. Şundakla işine takap aldı, başkalarının kirişige unumadı. Bir top adamlar bolup bu hükümetini terakki kıldığımız degen çok Allah'ım oldu. Endi bu ketim biz 10 neçe adam yeňildik ve şundakla işini kän kuşada açtık halkka. Bizge sanny doldurduğan saylan vaxtida kol kötürdiğen yoki avaz berdiğen adam emas. İş kılıdığan adam lazım. O sanny zaten toşkassak mı bizmege paydası yok onun. Yararı yok. Şoňlaşka biz ziyalilerimizni, mutahassislerimizni teklif kılıp hazırkça. Yana bu münber arkaly yana bir ketim çakırık kıyganlığı hesap olsun bu. Kilanla hükümetini birlik güçlendireyim. Bu meniň emas, yoki hükümetdeki bir top adamның emas. Şarq Türkistan halkynyň hükümeti bu. Şarq Türkistan halkynyň hükümeti iken, alda bile hükümetiňizge mesul bolan kardeşim. Bazılar hükümet neme kıldı degenini bek tolu sorudu. Hatta hükümet hakkındaki en ahirki bir söhbette kardeşimiz okşamagan 5 xil variant bilen okşaş sualını sorudu. Hükümet neme iş kıldı.
Endi xalq şunu bilish kerakki, dunyoning har qanday bir davlatida, har qanday davlat qonunlari, shirkat qonunlari, tashkilot qonunlari, qonun prinsiplarining har qandayida huquqlari, majburiyatlari degan ikki tur bo'ladi. Huquqlari deganning oldida majburiyatlari degan modda o'tirib qo'yiladi. Majburiyatni ado qilish birinchi o'rinda turadi. Huquqlaringizni surishti qilish ikkinchi o'rinda turadi. Ya'ni bu deganlik, agar siz majburiyatingizni ado qilmagan bo'lsangiz, huquq iddao qilolmaysiz degan. Andan keyin siz hukumatdan men bir Sharq Turkistonning fuqarosi bo'lish sifatida hukumatdan savol so'rash, nima ish qilganligining hisobini olish huquqim bor demoqchi bo'lasiz. Shundaqmi? Bu yerda o'xshash bir qonuniyat. Siz hukumatga qarata mas'uliyatingizni, majburiyatingizni, fuqarolik majburiyatingizni qanchalik ado qildingiz? Oldi bilan buni so'rang o'zingizdan. Siz hukumatga qanchalik yordam qildingiz? Buni so'rang. Onundan keyin andın huquq iddao qilishga salohiyat qozongan bo'lasiz. Xuddi shuningdek qarindoshlar, endi agar siz huquq iddaosida bo'ladigan bo'lsangiz, oldi bilan uni ko'nglingizga bir fikr qo'yib turib, majburiyatingizni ado qiling va keling bizga. Sepimizga keling, birga qilaylik bu ishni. Siz nimani bilsangiz, u bilgan sohangiz bo'yicha bu hukumatga hassangizni qatang. Endi daftaringizdagi plan bo'yicha qolmasin, uni harakatga aylantiraylik, ijro qo'yaylik. Buni men qilib olmayman bu yerda. Men xuddi sizga o'xshashlan bir ojiz banda. Mening bek ortiq deyilgan taqdirda, bek ortiq deyilgan. Sizdan ikki kitobni ortiq o'qigan bo'lishim mumkin. Yoki ko'ngillarningki odat bo'lgan so'zi bilan aytsak, men sizdan ikki ishtanni ortiq eshitgan bo'lishim mumkin. Onundan boshqa ortiq yerim yo'q. Men sizga o'xshashlan bir mening oilam bor, sizmi? Ondan ekan bu shaklda qutulishni bo'ldi qilaylik qarindoshlar. Saylab qo'ysak vazifamiz tugaydi deydigan bu pozitsiya. Shartga keling. Biz navbatda buni ochiq e'lon qilamiz. Bu shartlarni, biz shartlarni e'lon qilamiz albatta. Deb o'tganimizdek bu hukumat diasporadagi bir hukumat, surgundagi bir hukumat, sargardonlikdagi bir hukumat. Sharq Turkiston tuprog'idagi hukumat emas. Andan keyin buning o'ziga yarasha shartlari bo'lishi kerak. Agar Sharq Turkiston tuprog'ida bo'lsa, u yerda o'g'ri qaroqchidan tortib tuzgun, to'g'ri durust odamlikcha hamma fuqaroning ovoz berish, saylash huquqi bo'ladi. Ammo chet elda unda qilsak dushmanning qo'liga tushib qoladi bu. Onun uchun albatta shartlar bor. Shart shuki, siz izchil holda Sharq Turkiston davosida aktiv faoliyatda bo'layotgan bir odammi yoki faqat saylam vaqtida teshiklardan chiqib kelib belgilangan ma'lum bir faili majhul odamni saylab yutib yana g'oyib bo'ladigan turdimmi? Bu aniq bo'lishi kerak. Shunga shart qo'yilsak bo'lmaydi. Mushu shartlarga uygun keladigan, ya'ni davo sifida aktiv izchil faoliyatda bo'layotgan va bundan keyin faoliyatda bo'ladigan qizg'in vatanparvarlarning har qanday millatidan aynoqdan boshqa Sharq Turkistonning yerlik millatlaridan bo'lgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar, burundan deb kelayotgan 13 millat deydigan bir gap bor-ku, burun. Keyin olib ketdi. 13 millatning 12sidan bo'lgan. Buning bir Xitoy. Har qanday Sharq Turkistonlik bu hukumatga kelsa darvoza ochiq. Shunga buni o'rtaq gullantiramiz.
xalqning kutganlariga andan yaqinlasha olamiz. Xalqning kutganlarini billa ekkilisiz. Nimani kutayotganligini teshada turib emas, ichida turib ta'minlaysiz biz. Xalqning orzusi ma'u deganni u vaqtda texmi güzel bo'ladi bu ish. To'g'ri. Endi sizmi dediniz, G'ulomka, bu ishda odam kerak, bu ishni qiladigan odam kerak. Chunki bu hem nihayet müşkül bir dava, hem uzun müddetli bir dava deb. Endi hozirgi reallik shuki, bizning davo setimizda uzun yillardan ish qilib kelayotgan odamlarimiz xeli bor. Bular endi o'xshamagan shakldagi tashkilotlarga markazlashgan, ham tashkillangan, shu yerda xizmat qilyotdi. Ham hozirgacha hech bir tashkilotga kirmagan, ammo o'zini oshkorlab, men davo setiga qo'shilman deyotgan, yenidan kirayotganlarmi bor. Endi to'g'ri dedingiz, bu ishni odam bilan qiladigan ish endi. Odam bo'lmasa, kadr bo'lmasa, odam kuchi bo'lmasa, ishni qilib bo'lmaydi. Shunga balkim sizlarmi yangi surgunlik hukumat qaytadan guruhlangandan keyin bir qism shu davo sepida faoliyat olib berayotgan tashkilotlar bilan hamkorlashishni o'ylagan bo'lishinglar kerak. Agar shu farzim xato bo'lmasa, sizlar kimlar bilan hamkorlashishni o'ylayapsizlar masalan? Sharq Turkiston davo sepida mayli o şekilde, meyli bu şekilde o'xshamagan metodda, o'xshamagan uslubda Xitoyga qarshi kurash qiladigan har qanday Sharq Turkiston qurilishlari bizning hamkorlik obyektimiz hisoblanadi. Faqat ular o'zini birdan bir vakili deydigan bu yo'g'on qalpoqni o'ziga o'zi kiyib olmasligi lozim. Onu bizmi iddia qilmayapmiz. Asli iddia qilsak biz qilsak bo'ladi. Chunki hukumat bunun eti. Mayli sen onu qanchalik cho'ng bil yoki kichik bil, kuzanga il yoki ilma, bu tashkilotlar usti bir qurilish. Hukumat degan. Axir bir kun bu ashyoga keladi va xohlasan e'tirof qiladigan bir vaziyat borliqqa keladi. Buningga men ishonaman. Chunki davlatlar hukumat bilan muomala qilishni xohlaydi. Agar bir davlat bu da'voga yordam qiladigan bo'lsa, bu muomalani hukumat bilan qilishni texmi uyg'un ko'radi. Bu aqalli bir savol. Uning uchun bu hukumat usti qurilish ulash ustida biz iddia qilsak bo'ladi. Birdan bir qonuniy vakili degan. Lekin Üzümüz so'rab, o'zini so'ragan shay so'rabdi degan tamsilimiz var Uyg'urlik. Biz bu salohiyatni qozonmadik. Bu salohiyat qozonilgan vaqtida bu mayli biz deyli bu gapni aniq talaffuz bilan yoki demayli bu avtomatik aldı başında bo'ladi deb qaraganligimiz uchun buni biz iddia qilmayapmiz. Bunda bir davoyimiz. Andaqken başka teşkilatlarımı bu iddiadan vazgeçmek lazım. Birden bir kanuni vekili, birden bir salayet vekili deydiğen bir teşkilat yok bu turda. Bugün. Andaqken bu yoğun iddianı kılıp hiç kim birleşemeydi onlar. Onlar iddianı kıygandan keyin birleşiş, hamkorlikning yolunu kesip koygan bo'ladi. Bunu demeslik lazım. Bunu demesinler hamma xafalık tugaydi. Biz onun uslubunu hürmet qilamiz, metodunu hürmet qilamiz, onun dava şeklini hürmet qilamiz o vaqtda. Ama yo'g'on gapni deb turib, usul bilan dava qilsangiz xato bo'ladi. Buning uchun biz qarashtirishga majbur bo'lib qolamiz. Shunday. Birdan bir vakili deb turib, haliqi X bilan yoziladigan ismini ko'tarib yurgandan keyin bu da'vo tuyuq yo'lga kirib qoladi. To'g'ri, o pek yo'g'on gaplar deyilyapti da hozir. Chunki xalqning ra'yi ma'lum bo'ldi. Xalq bu ismni xohlamaydiganligini jakaladi.
bu ahvolda xalqqa qarshi oldi, buni talaffuz qilishning mumkinchiligi o'tirdan qoldi. Buning uchun deyilayotgan yo'g'on gap. Ama bunda yo'g'on gaplar tarixdan beri bor. Endi uni Mehmet Axunga degan vaqtda a shaklda deb, Johnsonga degan vaqtda yana bir shaklda desa, u aqmagan gap. U burundan bo'layotgan bir shakl o. Şuna bununda samimiy bo'lsinlar, bizga o tashkilotning uyi yo'q. Hammasi bilan hamkorlashsak bo'ladi. Chunki Tibetlarnikini aytgan vaqtida ulga qiysak, masalan, Tibetlarda mustaqilchilarmi bor, ayrılmaz bir qismini e'tirof qiladiganlar. Oliy avtonomiya deydiganlar. Onun qiladigan ishi va buning qiladigan ishi var. A'ning kiralaydigan ishlari va ma'ning kiralaydigan ishlari var. Bunun uchun bu şekilde problem yok. Bunun da mesele yok. Fakat hiliq yo'g'on iddia. Buningdan voz kechilmaki lazım. Bu sebepten bu iddiada bo'lmagan har qanday tashkilotlar biz uchun hamkorlik ob'ekti bo'la oladi va bizning aramizda zaten talashadigan hech narsa yo'q. Qarshimiz bir degan gap. Ya'ni hammasi mustaqilchi. To'g'ri deysiz. Bu birdan-bir deydiganlar hakikaten o'zlariga xato baho berib kelgan. Yaqin oyog'i xalqimiz ularga o'zlarining ovozi bilan javob berdi. Masalan, shu 100 ming kishilik imzo jarayonida dastlab boshlangan imzo loyihasi o'zgartirilib, davlatimizniki asli ismi qo'yilgan Sharq Turkiston qo'yilgan loyiha o'tirib qo'yilgandan keyin xalqimiz tariximizda, da'vat tariximizda tunji qatim bo'lib 100 mingdan ortiq odam bir imzo atdi. Hem bu Aqsaroyga kirdi. Ama shundoq amaliyotlar orqali o birdan-bir degan safsatiga raddiya bergan bo'ldi. Shunga hozir diqqat qilsak, bu birdan-bir degan gapni og'zidan tushamaydiganlarmi, o gapni ancha demaydigan bo'lyotdi. Ham burundan tilga olmaydigan mustaqillik degan gaplarni hozir pat-pat tilga oladigan bo'lib qoldi. Mana bu xalqimizniki ularga bo'lgan inkosi savol qo'yishlarining natijasi deb qarayman, chunki ular bu reallikqa yuz tutmasi bo'lmaydi. Surgundagi hukumatmi mana bu qatam qayta guruhlandi, kuchlantirildi. Ham sizmi da'vatsiz bu xalqimizga ish o'tildi. Surgundagi hukumatning ishiga doim uchuq, hukumatga shu qo'lidan ish keladigan, ish qilaman deydiganlar odam bo'lsa, bizga qarshi olinmas dedingiz. Mana bu o'zgarishlar Surgundagi hukumatdagi o'zgarishlar va Parijda yashalgan yig'inlar, mushlarning hammasi atalmish u birdan-bir deganning mavjud emasligi. Haqiqatan agar siz degandek birdan-bir deyish to'g'ri kelsa, Surgundagi hukumat desa bo'ladi. Shunga hozir da'vo sebabida shu tashkilotlar aro bir muhitda bir cho'ng o'zgarish bor. Endi bu ahvol texmo yaxshilanadi deyman, bundan keyin chunki hamma odam sal qoldisin silkib etib, aqli bilan ish qilmasa, u o'z aynaga qarab men dunyodagi birdan-bir degani bilan haq e'tirof qilmasa, xalq e'tirof qilmasa baqa. Amma yaqinda bir ikki cho'ng namoyish bo'ldi olamga. Birisi o'sha Salih Xudoyor inimiz chaqirib qolgan 100 ming kishilik namoyish. Bunun dünyanın hamma yerlaridan Uyg'urlarimiz chiqdi namoyishga, Sharq Turkiston qarindoshlarimiz chiqdi. Yana birisi bu Jenevadagi ochilgan yig'in, inson huquqlari yig'inining oldida qurultoydagilar chaqiriq chiqarib, necha oy burun chaqiriq chiqargan. Biz u yerda Xitoyni o'rtog'iz qo'yib sotlaymiz. Bu 4 yilda dedim, o 5 yilda bir keladigan fursat. Shuni chim tutmasak bo'lmaydi degan chaqiriq chiqargandan keyin ko'rib turdikki, dunyoning hamma yerlaridan oz bo'lmagan qarindoshlarimiz nurg'un hiqsat ajratib va qimmatli vaqtini ajratib u yerga bordi, Jenevaga bordi. Xalaj odam beribdi.
namayışның kөлемі айды дағдылық яхшы болған болды. Ama o bağın bir neçə qeyrindaşlarımız bilan paranlaşıb qaldım. Ular deydi, biz şundaq çoğ ümitlərdə bağın toq, biz aşıların degeni boyunca, əgər aşağıya bağın sepimizni çoğ köstüb, Xitayni, ularning Xitayni sotlışığa, o Xitayni cavab verişke, məcburlaşqa bir faydası bolsa deb bağın toq, oylamağa yerdən Cenevədəki yığın, BDT-nin yığını Xitayninki çoğ bir qəlbisi bilan ayaqlaşqan boldu. Yani Aran 10 neçə dövlət Uyğur məsələsini oturğa qoydu Xitayğa. Andan keyin 120 neçə dövlətnin təsdiqləşi həm maqtışı bilan Xitayning yezib əkelgan insan hüquqları dokladı o yerdə ma'qullanğan boldu. O yerə baxan az bolmagan qeyrindaşlarımızın yürügi ağrıdı yani. Biz bunda bir nəticəni kütməgəndik. Biz şuncha olar iqtisod bilan vaqtimizni ajratib berib, biz kutgan natija mushu bo'ldimi deb gangrab qolganlar oson da emas. Sizmi diqqat qildingiz deb o'ylayman u Jenevadagi ahvolga. Siz qanday o'yladingiz bu ishni? Jenevadagi u namoyishga Uyg'ur qurultaylar emas, menmi chaqiriq qildi. Buni balkim jiq odam diqqat qilmagan bo'lishi kerak. Namoyish haqida men burun izohat bergan maxsus bir videoda. Namoyishni uning uchun qilamiz. Namoyishdan bir amaliy foyda chiqadi. Ashadilla biz darhol tağa mishkaplarimizni to'ldirib qaytimiz deydigan ümitli qilmaymiz uni. Agar ashundaq ko'z oldimizda bir narsaga erishimiz deydigan ümitli ish qilsak, ashunga bog'lanib ish qilsak, biz hech ish qilolmaymiz. Ba'zi ishlarninki unumi ma'naviy jihatdan bo'ladi. Amaliy unum qozonilmaydi, ma'naviy unum qozoniladi. Ve yana ba'zi ishlar var, navbatda hech qanday natijasi chiqmaydi. Ammo kelgusi uchun ma'lum ma'naviy asos yaratib qo'ydi. Bu nuqtadan aytgan vaqtida bu Jenevadagi bu namoyishdan darhol unum qozongan bo'ladi deb buningga bek cho'ng umid bog'lab olgan qarindoshlar xato qilgan. Aslida mushunda bo'ladi. Buningdan hech narsa chiqmaydi. Chiqmaydiganligini aniq bilgan turib, men uningga chaqiriq qildim. Chaqiriq qilishimning sababi ilgirida men namoyishlar haqida aytdi. Aniq to'xtalgan namoyishlar biz o'zimizning tirikligini namoyon qilish uchun, o'lmaganligimizni, qulluqqa tan bermaydiganligimizni namoyon qilish uchun qilindi. O'zimizning ruhini uyg'otish uchun qilindi. O'zimizni jonlantirish uchun qilindi. Ashadili natija qozonish uchun qilinmaydi. Chunki u yerda hech zamon natija qozonilmaydi. Namoyish bilan shu yerda hal bo'lib, bir nima qozongan misol yo'q dunyo tarixida. Şunlaşqa bu Dünya Uyghur Qurultayının səvəlliki emas. Bunu onun günahı qatarıga yazıb qoysaq doğru olmaydı. O BDT degan bu təşkilatni düşünmək lazım. BDT güçlük oluşu, BDT haqqın sahibi oluşu, haqqın qazisi oluşu üçün o devletler üstü bir kuruluş oluş lazım. Namdıllah emas, emeli güçtü mü? Lekin o zoravan devletlerinin, güçlük devletlerinin koludaki kural bu. O aşı devletlerinin bergen bedel pulu bilen ayak tuturduğun, şunun bilen yaşaydıgan bir teşkilat. Andağıken o devletler üstünden hüküm çıkarışı mümkün emas ona. Bunu düşünüş lazım.
O fakat bir görünüş. Şundakla o aciz devletlerge karta kollandıgan tedbirler, yürütülüdügan jazalarga kanuni asas yaratıp birişke yaraydı. Güçlüklerge emas, acizlarga. Şunlaşka o Birleşken Devletler Teşkilatı'da mesele oludu degen karışımızın üzüla yeni bir nadallığımız. O simvolluk bir teşkilat. Simvolluk bir teşkilat iken üyede itiraf girişimiz mi bir simvolluk managa ega olur. Emeli ünümge emas, simvolluk bir ünümge ega olan buldu. Endi o köpçülük biladi, o asasen bir devletin kontrollukida en az degendimi G'arbdagi bir qancha kuchli davlatning kontrollugida va ularning arzusini aks ettirishga yaraydigan bir tashkilot. Hozirgacha bo'lib kelayotgan ishi u. Bir yerda haqni, adolatni yoqlab va ashuningga zo'ravonlarni ma'qul keltirib qaror chiqarib va bu qarorini amaliyotga aylantira olgan misol yo'q degancha. Qurilish tarixidan tartib degancha bunday bir misolga duch kelmadik. Andagi onunga o kadar umid bog'lashning o'zi yana bir nadorligimiz. Biz u yerda namoyish qilsak, biz dunyo jamoatchiligiga, ya'ni davlatlar, hokimiyatlar yoki bunday katta xalqaro tashkilotlardan ko'ra jamoatga bir mesaj vergan bo'lamiz. O'zimizning tirik ekanligini, Xitoyning qulluqini tan olmaganligimizni, uningga bo'yin egmaganligimizni bildirib qo'yadigan bir mesaj beramiz xalqqa. Onun uchun qilamiz uni. Agar butun dunyo jimjit olg'a tushsa, Xitoyga qarshi hech yerda namoyish bo'lmasa, foydasi yo'q ekan deb bunu tasavvur qilib qo'yganlar, men buni buxma degan. Hamma jim. Yilning 12 oyi 24 mavsumining hech birisida, hech bir xotir kunda birmi Uyg'ur ko'chaga chiqmab baqsin. Ashu vaziyatni tasavvur qilib qo'yganlar. Buningdan eng avval o'zimiz qo'rqib ketamiz. O'lga o'xshaymiz, tugashga o'xshaymiz. Mana shu tugashga o'xshaymiz deb qo'rqib ketishning aksichi bo'lsin, ashuning ta'tirsi bo'lsin deb qilamiz namoyish. Tirikligimizni o'z-o'zimizga jakalaymiz aldida. Avlodlarimizga jakalaymiz, dunyoga jakalaymiz. Qulluqni biz tan olmadik dahi. Biz de tuz tutmadık degan. Biz aladigan natija bu. Aşağıdan bir natija alamiz degan qanday gap bu? Bu kadar mı nadonlik bo'lamdi? Onun uchun bu namoyishni xato bo'ldi, ortiqcha bo'ldi, qilinmaslik kerakdi degichilar xato qilgan bo'ldi. Bu qilinish kerakdi. Bundan keyin yana ashunda ish bo'lib qolsa, yana qilish kerak buni. Ashunda xalqliq paytlarda, ashunda Birleşken Milletler'de bo'ladigan, ashunda muhim yig'in kunlarda uning ishqaldida bir necha ming Uyg'urning g'alvisi doim bo'lib turishi kerak. Biz boshqalarning yoshirin eniga masaj yo'llaymiz buni. Biz bu mesaj bilan uning yoshirmagini to'ldira olsak, ondan uning qarorlariga ta'sir ko'rsatamiz. Ilgari men psixologiyaga oid so'zlarimda deb o'tgandim. Eng angliqni taraqqiy qilgan deb o'ylaydigan shu g'arb dunyosidimi? G'arb dunyosining xalqlarimi qaror chiqarishda 6% aql va mantiqqa tayanadi, qarindoshlar. 6%. 94% yoshurun enida xamallangan, yani jug'langan uchurlarning
o'xshash turdagi uchurlar darhol bellekka aldı bellekka chiqadi. Xuddi kompyuterda nurg'un narsa saqlandi. Biz qaysi programni qo'zg'atsak shu aldı bellekka chiqib ishlashga boshlaganga o'xshash yoshirin аңда saqlangan uchurlarning navbatdagi shu ishga aloqadorlari darhol o'tirg'i chiqadi va rol o'ynashga boshlaydi. Agar bizning yoshirin еңimiz negativ uchurlar bilan to'lab ketgan bo'lsa, bu qarorlarimizga ta'sir ko'rsatadi. Baholarimizga ta'sir ko'rsatadi. Xuddi shunga o'xshash biz boshqalarning yoshirin еңini bizga foydali bo'lgan uchurlarga to'ldirib yetalasak, andan ularning kelgusidagi qarorlarga ta'sir ko'rsatadi. Buni biz izchil davom qilamiz buni. Buni bir kunda bitadi, 2 kunda bitadi degan ham xayolni kallamizdan chiqarib tashlaylik qarindoshlar. Biz buyuk bir qasrga ul selyapmiz. Bu buyuklik bu dunyodagi hech qanday mavjud qasrlar bilan qiyoslanmaydigan darajadagi buyuk bir qasrga ul selyapmiz. Uni bir xishdan qo'yib chiqamiz. Uni vijdonni butun ekilib qo'yg'ili olmaydi. Uning uchun sabrlik bo'lmoq lozim. Darhol natija chiqmadi desak, bundan keyin qilmamdi nima ishni qilamiz uni. Dunyo Uyg'ur qurultiyi chaqirsimi qilamiz. Yana bir chaqirsimi qilamiz. Mening prinsipim hammalarga ayon bo'lgandek, bayroq bizning, shuar bizning, bayonot bizning bo'lsa, uni kim tashkillasa chiqmoq lozim. Va mana ixlosman bo'lgan qarindoshlarimning hammasiga bu shaklda murojaat qilib keldim hozirgacha. U bizninkiga chiqmaydi ekan deb qaydab uning qiyg'inini qiysanlar bo'lmaydi. Chunki u yerda bizning bayrog'imiz bor. Chiqaveranglar, u chiqmasa mayli, siz chiqaveranglar deb murojaat qilib kelyapman. Bugun men ham shuni deyman. Yana shu janvada, yana ashunda dünya devletleri toplanıp bir moyum yığın açmakçı olup kelgiside yana çıkımız. Çıkalaydı kaldı. Ben baramadım afsuski Bektolu sefer dolu. Eğer baralığım bolsam ben mi barattım. Ama hiç anda afsuslanmaydı. Afsuslanish gerekmez. Biz aşağıda bayrağımızı lapıldı tuvaldık anasını hiç olmasa qarindoshlar. Şuna bunundan hergiz ko'nglingni yerim qilmanglar. Bayrağımızı lapıldatib oldik, shuarlarimizni tovlab oldik, Xitoyni tillab oldik. Tillayanmaydigan, tillig'isi bo'lsa-mu, ichida bilishga majbur bo'lgan xalqning ovozini yangritib oldik deb o'z o'zinglarni avundiringlar qarindoshlar. Bunun yanıl faydası var. Rahmet, siz bu namayişten ümitsizlengen qarindoshlarımızga nəhayət yaxşı yetişib bədiniz. Məsələnin tügününü. Hem bu yerге bağlan qarindoshlarımızın bir qismi bilan parangiz jarayonida degini, ularni bekirək üzgünü, ko'ngli yerim qilgini. Hamda tarixda, inson tarixidan ko'rib baxmagan bir xil qirg'inchilik bo'layotgan bizning vatandagi vaziyati dunyo xalqi bilib turib, yana 120 necha davlatniki u yerda Xitoyning yezib kelgan yolg'on raportini tasdiqlab qolmay, yana ba'zi arab davlatlarininki Xitoyning inson haqlarini maqtashlari u yerda. Endi bu bizga nisbatan faqat qabul qilib bo'lmaydigan bir ish endi. Burundan balkim ijtimoiy taratqular toz taraqqiy qilmagan davrlarda bu BDTning ichki qismida bo'layotgan yig'inlarda nimalar deyilyapti, nimalar bo'lyapti, ancha bilib ketmayapti. Hozir shu yig'inni naq maydondan ko'z tilib turdi, anglab turdik, qaysi davlat nima dedi. Shu mushundaq ahvolda bizda qirilayotgan ahvolda mushunda millionlab odamlarni akirib ketib, lagerlarga qirayotgan ahvolni ko'rib turib, 120 davlatniki u yerda Xitoyning yezib kelgan yolg'on raportlarini
tasdiqlashi ham Xitoyning maqtishi bu normal bir insonga nisbatan bo'lib bu Uyg'urlarga nisbatan bir qabul qilib bo'lmaydigan bir ish. Shunga az bo'lmagan qarindoshlarimizninki ko'ngli yerim bo'lishi, ham qattiq umidsizlanishi mayada nashqatdan telefon qilib qoldi. Olamga birisi va qarindishimiz alaymi telefonni? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz savol so'ramoqchimisiz? Kimdir bir savol so'ramoqchidim-da. Qanday so'rama? Alo? So'rama. Olamga hozir bu Turkiyadagi vaziyatni hammamizninki olib ayon. Bu Xitoylarninki hozir pulni Turkiyaga uzrab keldi. Bizninki hozirgi vaziyatimiz nima? Bu tashkilotlar yoki bir maqsad kiritishmi? Bu tashkilotlar bir niyatda bir odam keladi, bu to'g'rida tushunadi. Ikkinchisiga hozir Turkiyadagi qarindoshlarimiz yaqinda qandayga chiqishda ishlagan kishini kanalda tuzilishda kelgan qarindoshlarimiz bor. Uyg'urlar uchun. Ma'qul. Ovozingiz degandek yaxshi chiqmadi, ammo so'rab qo'yay, G'ulom aka, endi anglayolmagan bo'lsa, men deb qasam bo'ldi savolingizni. Anlanmadı. Anlanmasımı ben peres kıldım. Endi bir neçe sözge qarata peres qilgan bo'ladi o. Zaten sizninki ahirki sözlerinizge mi mening demoqchi bo'lgan bir javobim bor. Bu javobim bilan buningga beriladigan javob arasida bir o'xshashlik bayqadim. Şunu men şu o'xshash gapni desam, balki har ikkilisiga uyg'un tushadi. Bizning bu Uyg'urlarda mush tarixdan beri bir qutupga o'zini bog'lab oladi bizning Uyg'urlar. Agar bu qutupdan zarba yesa, ma xam to'qiganni ko'rganlaringiz obdan bilasizlar. Xam to'qiganni 8 xam to'qiganni ma mukova manta qiysak mayanga keladi, bu yanga assak matrab mashina qilib qilamiz uning to'qish deganini. Aqaq va to'qish deb ikki manda tortilgan jip bilan manda kesishgan jip bo'ladi-ku. Qo'lmalarda. Bu mashinada kesishgan jipni mukiga yo'gaydi, muki deydigan. Şu mukiga o'xshash u yanga yoki bu yanga o'tadi. O kutupdan bu kutup ötüdü, onundan bunun ötüdü. Yani ümidini ma'lum bir kuchga bog'lab qo'ydi. Bu bir mo'min bo'lish sifatida, bir musulmon bo'lish sifatida mushriklik qilib turadigan bir jinoyat, bu gunoh. Biz ümidimizni Allohdan boshqa bir nimaga maxluqqa bog'lab qo'ymaymiz. Bizga berilgan ta'lim bu, islomning ta'limi. Konu ziyalilerimiz 50'li yıllarınki tevarrükleri. Ruslar bizni qutqizib oladi deb, uzun zaman Ruslarga ümit bağlagan. Bizning meşhur Sıdıqacı Rozikamla şu Ruslarga ümit bağlamak için birisi etdi ve keyin şu aqmagandan keyin qaçıp şu Sovetga qaçış yolida tutilib qilib qo'lga Onundan keyin bu bo'lmaydi ekan bu deb uningdan shalaq qilib Turkiyaga oldi bular. Masalan, hammasi Turkiyaga oldi. Turkiya yordam qildi, bizni ozod qilib qo'ydi deb. Keyin endi uni bo'lmadi, qarasa Turkiya bir ojiz davlat.
uzadı üzünün canına bakanmaydı gidek, onun uyulunub, bunun uyulunub жүрген bir devlet. Gerçi bunu Türkiye'nin içindeki itiraf bulmaydı da pek güçlük hesaplaydı. Ama bununla çoğun resim noktasından karağa vaxtıda bir aciz devlet. İktisada aciz. Endi onun da ümitini üzgenden killa Amerika azat qilib qo'ydi dedi. Men bununla 98 yıl neşr qilingan Eynek degan kitapta dep öttüm bu gaplarni. Hazır qancha yil bo'libdi shunga? 20 yil bo'libdi da. 20 yil oldu. Bir Uyg'urga yuqmayapti endi. Çare yok yuqmasa. Savaq qabul qilmoq lazım inson degan. Akıllı olmak için. Okumak lazım aldınqılarının tecrübelerini. Endi bu Amerika azat qilib qo'ydiği tushdi keyin. Endi men hayronmanki, nima uchun? Bu savolni qo'yish kerak aslida. Nima uchun? Sana qazda olganligi uchunmi? Yoki o tag'imizning o'g'li bo'lganligi uchunmi? Nima uchun azat qilib qo'ydi? Uni azat qilish deganga qurban berish kerak bo'ladi. O o'zining fuqarosini qurban berib boshqa bir davlatga nima uchun azat qilib qo'ydi? Mumkinmi shunday bir ish? Buni idrok qilmoq lozim aslida. Agar biz davlatni tushunsak, oldi bilan davlat nima? Buni tushunsak, ham shunday har xil og'riqchiliklardan qutulamiz. Deylik ki devlet menfaat üstüge kuruldu kardeşler, menfaat üstüge. Hissiyat üstüge kurulmaydı. Adamgerçilik tanımaydı, tukkandayçılık tanımaydı. Eğer onu tanısa bu devlet halak bulurdu. Bu adli rejimi tanıyla kardeşler. O Türk kardeş olsa ya ki Amerikalı kardeş olsa kat'i nazar. Menfaat üstüge kuruldu devlet. Ve özünün menfaatini asas kılıp siyaset belgileydi. Anda olgan iken netice nihayeti asan qabul qilg'ili oldigan bo'ladi. Bizning qirg'inchiligimizning haqqi nima? Özümüzning qirg'inchiligini özümüz to'liq idrok qilib bo'lmayotgan tursak, bugungi kunda yana shu Xitoydan umidni uzolmayotgan birmuncha Uyg'ur batılsa, yo'qmi ya? Va hatta onunga bo'lmasa ati o'ziga navbat keldiganligi faktlardan ayon bo'laqliq tursa, atiga shu navbat kelgicha paydap ağaç tumandım da bugün yana ishlayotgan Uyg'ur tursa onunga Xitoyga. Haqqin nima og'rinimi? Hakkı ötküzep koygunumuz var mı? Hak bizni öddig ağam mı? Gep bir yerde. O özünün devletinin menfaati için siyaset belgileydi. Hissiyat için belgilemeydi onu. Koyuveren dindarlıkımızı, dindaş, okşaş dingi itikat kıl. Yok. O devletinin puhraları biledi bunu. O puhralıdan siz dostluk kazına alışınız mümkün. Hissadaşlıklarını kozgaya alışınız mümkün ve olanın hissadaşlıkı erişe alışınız mümkün. Lakin hakimiyet tamamen başka bir narsa. O hakimiyet halkka okşaş hissiyatga göre qilmaydi o ishni. O payda menfaat nuqtasidan siyaset belgilaydi ve karar çıkardı. Onda olgan eken biz şu Türkiye'deki işkimi cevap tapalayımız bunundan. BDT'deki işkimi cevap tapalayımız bunundan. Okşaş. Netice itibarı bilen devlet. Hissiyat ve münasebeti yok devlet hakimiyetinin. Halkın alakası var o hissiyat bilen. Halk dindaş bir halk iken ma'vo deb o islashlik qilishi mumkin. Bu mening qandishimni deb islashlik qilishi mumkin. Lekin hakimiyet beshidikilar soğuqqanlik bilan bu hissiyatı aşı urg'ib ketib qolsa uni besib elib
aş qarindaşlıqның tüpeylidin, aş bizning azabımızga jürki etişip gitip basım, aşını besip elip, devletning menfaati üçün karar çıkamısa hata kılıdı o, qıyğan boludu o. Yanlış qıyğan boludu, üzü patlaq etip kalıdı. Andaq eken, o bizni de başka bir devlet üzünü patlaq patırıp koyuş gerek mi? Mümkün mü? Biz aşında tamadı bolsak, toğru qıyğan bolamdı. Bu devletni tushunmaganligimizning aqibati bu. Bizni de hech kim o'zini qurban bermaydi qarindoshlar. Buni bilaylik. O'zimizningki tahi yerimidan jiq odam tahi xiyoliga kelmay yuraversa, xalqdan nima deb og'rinamiz? Namoyish qanchadan chiqdi? Ana Amerikada qildik namoyishni. Necha ming Uyg'ur bor degan Amerikada qanchadan chiqqanligini sanayalaysizlarni videolarni ko'rsanglar. Bir kun shu ishidan tuttusi bo'lmabdi. Go'yo bu iliqi kishining ishiga tomuzni qo'ltingapti deydigan tamsil boribdi. Bu Uyg'ur millatining o'zining ishiga tomuzni qo'ltingadigan mundaq g'alatiliklar bor. Andaq ekan biz xalqdan ag'rinolmaymiz qarindosh. O'zimizga hezib olmoqimiz lozim. Özümüzni özümüz qutquzishimiz lazım. Bunu bek tolu dedik bu gapni. O'xshash gapni bu qadar jiddiy ish. Endi aslida yodolab ketish kerakda, yana o'xshash savol so'raladi ekan yana. Chet elning yordami qanday vaqtda bo'ladi? Uning manfaatlari taqozosi bu Sharq Turkiston masalasidan kechadigan bo'lsa, u bizga yordam qiladi. O bizga yordam qilmaydi, amaliyotda o'ziga yordam qiladi. Chunki o'zining manfaati shuni taqozo qilganligi uchun. O'ylab boqinglar, bizning shu 2-Cumhuriyet davrini tunagan tarixda hatto bugungacha hayot yashayotgan shohidlar bor. Bu qadar yaqindik tarix. Sovet ittifoqi keltirib chiqadi o ishni. KGB'ning jasuslarini evatib en dastlabki serenkini yaktı. En dastlabki serenkini yakkan Fatih, Batur, yani bizim Batur degenler KGB'nin adamları. Başlık serenkini yakıştın tatip, keyin utanselip Gulxan qaylandırışkıça hemen Sovet ittifaqının oyunuydu. Ve bu görünüşlü bir hükümet vardı oturdu. Bizning adamlardan tarkib topgan. Amaliyotda bu bütün hukumatni, bütün milliy armiyani kontrol qilib turgani Sovetning mutaxassislar, maslahatchilar degan ataqdagi odamlar edi. Vторой dom, ikkinchi uy deb atalgan uyda o'tirdiganlar tarafidan kontrol qilinadi. Bizga yordam qilgandek ko'rinayotgan bu yordam Sovet ittifoqining maqsadi ish qashqandan keyin tag'ag'i selib, og'zini bo'g'ab Xitoyga tutqizish bilan oyoqlashdi. Chet ellik yordam qilsa, ashunday yordam qiladi qarindoshlar. Bundan keyin bu ashunday bo'ladi bu. Lekin biz manda harakatsizlikdan ko'ra, hech qilinmagandan ko'ra, bir davlat o'ynasa bizni Onun huquqimizni itib turib, o'ynashiga biz o'ynab turamiz. O'ynashimiz kerak ham. Chunki ular o'ynasa, u yanni anda yo'g'o o'ynaydi. Milliy armiyada 40 ming kishilik muntizim armiya. Tankı Bronovic'ten tatib uçakçı qurollangan resmi bir armiya. Aşı kadar yo'g'o o'ynalgan o'yanti. Agar bugun bizse, yana bizni ashunda cho'ng o'ynayman desa, biz albatta ma'qul deyishimiz kerak bo'ldi unga. Bo'lmasa shunda pechka bo'lib bir bulungda qolamiz. Bizni dastlab etib ketadi, hech kim ko'rmaydi. Bir yo'g'on davlat anda o'ynasa, biz nimani foydalanamiz? 2-Cumhuriyetda nimani foydaladik? 100 minglagan shahid verib, natija nima bo'ldi? Nol bo'ldi. Moddiy nuqtadan biz hech narsaga erishmadik. Burun Xitoyning quli etdik, keyin Xitoyning quli bo'ldik. O'zgargan hech narsa yo'q. Shundaqmi?
Ama o'ylab bakinglar qarindoshlar. Bunun ma'naviy ta'siri bugungacha yuraklarimizni yalqinlantirib turibdi. Bugungacha har qatim biz buni eslasak, bir qatim vücudumuz titreydi. Ateşlerimiz yanıdı. Gazaplarımız qaytadan baş götürdü. Bizge bo'lgan ma'naviy foydasini eslaylik. 100 ming qurban hech narsa emas. Bugun million qurban bo'ladi, million. Hech qanday foydasi yo'q bugunkisining. Ammo o vaqtdagi 100 ming shehidning biri Allah'ın dergahida şehitlik mertebesi aldı ular. Bizning nazarimizda büyük kahraman ular. Endi bizga qolganicha aşı resimlar, aşı medallar, aşı güzel hatırlar evlatdan evlatga bizning ma'naviyatimizni beyitib bizga ilham bo'ladi. Ve biz şarait yar bergen vaqtida devlet quralaydiganligimizni, şarait yar bergen vaqtida ölümge pisand qilmay, hatta ölümning növbetini talashib, şehitlikning mertebesini talashib, düşmanga etiladiganligimizni ve unda qilalaydigan jasoratimizning borligini her zaman esimizga soladigan bir ma'naviy abide. Uning moddiy jihatdan hech qanday natija qozonganini qo'yavering. Bizga aş abidining o'zi yetib aşadı. Agar aşı bo'lmagan bo'lsa, bugun qanday qilardi? Bizning ruhimiz bugungichalik bo'lmaydi. Sunib, ugilib, to'zib tugaydi. Aş ejdatlar o'zining qani va jini bedeliga bizga yaratgan aşı uluglarning o'zi yetarli biz uchun. Agar kelgusida yana bir davlat bizni yana ashunda o'ynasa ve yana biz shunda qurban bersak, biz rozi bo'lishimiz kerak. Bumuz behudu öldüğümüzde hazır behudu ilatıdı milyon adam boysunuş bile ilatıdı. Boysunuş bile karşılık kılıp emez. Boysunup ilatıdı. Onun Allah'ın dergahida şehitlik mertebesi olan da boysunup ölgeninden yok. Ne bu dünyada izzeti ne o dünyada kadri yok. Bunda ölgen dünküre aşında öleyle yani bir sık gitek. Oynusun bir devlet, yoğun oynusun. Kurallandığısın misalen, biz düşman bile erişip, cenk meydanında 100 bin emas, milyon kurban bireyle neticesi bolsun bulmuşsun, hiç olmaganda Allah'ın aldığında şehitlik mertebimiz olur. Onun için deymen ki, endi, kelsek, kıyımıga, devlet, bakadan baka yardım vermeydi eğer bizdeki bir asaretli milletki yardım verişip doğru gelse, özünün menfaatinin yolu çıkarsa, bizni bir vasıta sıftıda koldunup yardım vergen bu da oladı. Onun bir kazancı var, onun bir közlüğünü var. Bu her xil oluşu mümkün. Hatta 2. Cumhuriyet devrede boğunu dek, karşı tarafning ma'lum shartga ma'qul keltirish uchun o'ynalgan bo'lishi mumkin. Va bu holda bu shartga ma'qul keltirilgandan keyin xuddi bizni qilganga o'xshash tag'ag'i selib og'zini bo'g'aplab qo'liga tutqizib qo'yishi mumkin. Shuning bilan oxirlashadi. Yana bir xil ehtimolda asaratdagi millatlarning tuprog'idan oladigan bir manfaat bo'lishi mumkin. Va shu davlatning qurilgandan keyin müstakil boğunundan keyin senin tuprog'ingdagi mal ishlarni manga bersan, uni men qilaman yoki o boyligimning 50%iga men sherik bo'laman deyishi mumkin. O yordam ashunda bo'ladi yordam. Mana endi biz qanday qilamiz? Ashunda bo'lgan vaqtida siyosiyning teoriyasi shuki, mevcut düşmandan kurtuluş için yana birisi o kadar tekeme xatarlik bulaş ihtimali bana olsun mu? Bunun yardımını kabul kılış gerek olur. Çünkü
Birinci nişan siyasi degende nişanның qadam basqıçı boludu. Bir basqıç mevcut düşmandan qutuluş bolganlygy üçün biz ma yardam qıygıçının onundan xatarlik ekenligi, onundan yamanrak ekenligi degen o kelgüsü kişilerini koyup durumuz bugün. Eğer onda mürekkepleştirip alsak iş kılamayız. Onu koyup durumuz. Nişanlı addilaştırış etme sözlep ötkendim isanıldı ba. Nişanlı addilaştırığa vaktimizde bir düşman hukunu. Bu mevcut düşmandan kurtuluş için her kanda yardımını, her kanda şart bilen kabul kılışkın mecbur biz. Ve onun denkin, manından bir kutulganın yağı, Allah bir nime deydi, Allah'ı tevekkül. Uçaklı kişiler o vaktiki adamlar cevap verirdi. O vaktiki adamlar hal kılıdı yakın. Sizin vaziyetimiz, köz aldığımız ki düşmandan kurtuluş. Bu devletlerinin asaretdeki milletlerge yardım kılışı meselesiga ait kichkina bir savol. Bularni tushungan vaqtimizda endin biz Türkiye kardeşimiz durup bizga mandaq hech qanday bo'ladi yoki Amerika degan demokratiyaning erkinlikning homiysi turib andaq hech qanday bo'ladi emas. Devlet degan manfaat ustiga qurilgan ekan, o o'zining manfaati uchun buni qiladi. Bu normal deb buni tushunaylik. Buni tushunaylik. Özümüzden işini özümüz tedbir aladigan bo'lamiz. Bo'lmasa tashlaymiz hammani falanchi qiladigan deb tuyuladi bizga. Falanchi ham bizni manda qilib qo'ydi, po'konchi ham bizga manda qiladi deb haqqi tashlaymiz. Haqqi tashlamaylik. Öz işimizni özümüz qilmasak bo'lmaydi. Bizning Allohdan boshqa yordamchimiz yo'q. Endi kelsak bu Turkiyadagining növbetdeki vaziyeti hammalarga ma'lumlik. Türkiye'deki nurg'un qarindoshlarımızın ahvoli intayin xatarlik. Bunda xatarlik bo'lishinin 5 yıldan çatap. Çünkü bu qutquzib olingan vaqtida Sharqi Janubiy Osiyo tarafdan qutquzib ekkilingan vaqtdan tartibdan bu iş pakiz bir iş emas. Ben ilgirimi deb o'tdim. Bu Xitoylarning o'yini ve bu uyanga bu Türkiye'mi dahil. Bu uyanda Türkiye'mi bir qutqazg'uchilik rolini üstüge algan. Endi bu qutquzishni oxirgi qutqazsa Xitoyga foydasiz bir qutquzish bo'ladi bu. Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikda bunday modda bo'lmasligi kerak. Faqat qutqazgan ko'rinish bir işlem buluş gerek o rolda ameliyatı qutqazmaydigan. Anda olganda Türkiye'deki qarindoshlar chuqum Birleşken Milletler Teşkilatı'ga, Musafirlar Komiteti'ga tizim kaldırıp qo'yish lazım. Çünkü anlaşımda türkümlep tutkun kılıngan Uygurlar gayip bulup gityotmuş. Nege qamalganligi, nedekeligi, bağligi yoki yo'qligi noma'lum. Bunda bo'lmasligi uchun ular o'zining mavjudligini qancha ko'p yerga bildirib etsa, ularni yo'qotib o'tish ta'sirroq to'xtaydi. Chunki Türkiye xalqiga ishonch qilish mumkin. Hükümet aşında hissiyat bilan ish qilmaydigan payda manfaat uchun qildigan bo'lgandan keyin hükümet aşında qiladi. Ammo xalq yanıla bizga yaqin, bizga yurtdoshlik qiladi. Anda bo'lgandan keyin masalan muxolif partiyalarga tizim qildirish lozim Uyg'urlar. Bu davoni muxolif partiya qiladi keyin. Yo'qolib ketsa, "Ma adam qana, naga satdingmi yo joyga qamadingmi, bizga uchurni ba" deb muxolif partiyalar onun sorğunu qilishi mumkin. Biz özümüzün sorğunu qilolmaymiz qarindoshlar Turkiyada. Mayli dunyoning hamma yerida. Acizligimizdan. Anda bo'lgandan keyin muxolif partiyalarga tizimlitib
va bu ahvolni ularga bildirish lozim. Bundan ilgari tutqun qilingan va yo'qolib ketgan Uyg'urlar haqida ularni uchurlandirmoq lozim. Uni surishti qilishga qiysin buni. Bundan boshqa hozircha sizlarga mening hech qanday bir qo'llanishga bo'ladigan tavsiyam yo'q. Chunki hamma bir ajiz. Kashki menda shunday bir kuch olgan bo'lsam, men uni qutqizib olsam bo'ladi-da. Bu yo'q. Shunlashqa eng asosli kuchli muxolif partiyalarga yiqilishib, tizimlikni beringlar va yo'qolib ketganlar haqida uchirib beringlar va bundan keyin bizda agar bizning ishimizdan yana yo'qolib ketadiganlar chiqib qolsa, surishti qilishinglar uchun men tizimlikni beryapmiz-da. Ashuna qilsanglar, balkim yo'qotib yutish ancha oson bo'lmaydi. Chunki Turkiya demokratik davlat yanala. Demokratik davlat bo'lganlik uchun hokimiyat o'zining xohlagan ishini xohlagan shaklda qilavermaydi. Xalq tushudi unga. Xalq ko'chaga chiqdi. Xalq isyon ko'tardi, namoyish qildi, norozilik qildi, shunga xalq bilsin sizning mavjudligingizni. Yo'qolib ketib qolganligingizni Turkiya xalqi bilsin, partiyalar bilsin. Andın yo'qotib yutish oson bo'lmaydi. To'g'ri. Allohda bir nechta telefon kelib qoldi. Ulamka bir qarindoshimiznikini telefonni olay, balkim savol qo'yishi mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jasorat bilan savol so'rasa qilamizmi? Qanday so'rang? Men Ulamakkamdan ikki savolim bor. Ulamakkamni anlatmoqchisiz. Yaxshimisiz? Aslida shuni dunyo o'ylab quruvchi tashkilotni so'rasam bo'ladi, lekin ular telefon olmadan Facebook qilib intaksiz qo'ysam, onun uchun kim javob beradi. Shu bilan programma ma'lum qilishim, o'sha telefon qilishim, balki o'rinim xato topganlar, lekin shu Ulamkamni anlatib chiqishim kerak deyman, chunki Ulamkamni buni to'g'rilab qarayman. Birinchi savolim, dünya Uyghur qurultayı Xitoy so'rab qilamiz deb jami shuncha odamni oqladik. Uyg'urlar mashina cho'ng ko'lamda namoyish qilgan yaxshi bo'ldi hozirgi sharoitimiz. Biz shuni namoyishni kimga qilishimiz kerak. Lekin biz hozir Uyg'urlarning iqtisodiy shunchalik nocharalikda, kunda Turkiyaning u yetdan bu yetdan qishki kiyim yo'q, to'qaysi yo'q, oyoqi yo'q, mashina o'qituvchilar kelib o'tirdi. Yanchiqimiz pullar yani paylaşmayapti. Lekin ajin so'rab qo'ymizda shuncha odamni oqladik. Her birine işleminin xərsi qançalik pul. Bu pul şəxsən mənə yaşqın çıxınca, lekin mən bunların umumiy nöqtəsini elib edirəm. Əgər Xitayın şunda bir so'raq qalmasam nə edəcək? Lekin dediklərimin meydanın içi kirib, mən 5 gün arıq anlap çıxdım. Dedi ki, içib ketdim, anlap yığlap getdim. Nima üçün? İçində Uyğur aslanlıq millətlərinin çayınız Müslüm dedi. Əgərdə dünya erkiliği, o erkiliği, bu erkiliği deyildi. Ben için çala üzümü testler koyaydı. Bizim devarımız, bizim hazırlık meselemiz, bütün meselemiz var. Bir milletin mevcudatlığı yargısı dünya kurup tüneş meselesi. Bu davazlar kanda anlı bakıdıdır. Bu davazını aşırı anlatırken aşırı büyüdükler, işçilikler davarımızı özür yüzü aldım. Ona yaratılmış dava kıratkalarına anlıkını jizler bunu anlat, defter yüzü kadir kaldırıp anlıkı birbirine 294 devletin adını okutuyor efendim. Bunu kimmiş mendersler ne? Niye canım küçük? 35 milyon değerli bu 20 milyon değerli bu bir millet ne ki bir kendimi boşuna çapacaksak buramda. Ben vardı gazetelip geldim, avazımı kaçıp çıkıp geldi keçinler. Lekin BDD'nin işçilikler ve BDD'nin sırtındaki her aslında bozun, ne teşkilatlarının adı bozun, bu get işkisi çıkmadı lazım. Her kandan şey ekranı adı tuğan kıyırdaşlar, bunların içinler, yağı alınlar, cinsinden körpetine, devamımız zayıfkan anlar. Şincan'da aslan millet adıdır. Xitay bizim yurt şundak deyildi. Vatanın sırtı çıkıp şundak deyilse, bizim zayıf şundak deyince kim meşgul adıdır? Amerika hükümetin bu ya ki Avrupa İttifakı ya ki BDP'nin biz neymişi Şarkı Türkistan milletler mevcudatı yukarıda millet kırmızı deyinler neymişi anlayamayız. Şundan biz çıkmayız. Fakat 13. sırada ki El-Cizare mahadanın koyun aşırı bir haber çıktı fakat biz halkın 3 cümle
kishilar mustaqillikni talab qiladi. Bir yer ko'rdim. Onun başka bütün havaların kata anlatıdı. Endi ben dünya kurduğunu ne için şunca inqilab qildi. Bir adeti bir kazan kamadasını tanıdığımız 10 kişiden de 5 kişiden de öldüğümüz kılamayız, bilemeyiz kışışını kattan. Dok şunca aşışını kattan diken bunu bir de 100% memnun bulduğumuz adım mülçer yandan da. Bir için bizim şunda kılmaz. Bunun oğlan efendim bir ırklar bir işçiliğimiz gerekirse bizim bir sefer bunu kalkıp anlaşkan. İşkinci hazır, fakat işkinci sualım hazır. Bu sağlıkla bize hış paranla anın da sepetede. Şimdiden bir kanunu Amerika çıkarmak isteyen o kanunun tefsilatı oku çıktı şimdiden de. Biz şimdiden de bir kanun çıkaracak türlü daha kapılarını takarmalı. Kim bunun kapıları bir araydı. Eğer de kanun vakumunu tüm takasın beğenir. Nama adam çıkarken adamı közen, tutukun közen hoş bulun. Lekin o takalmayı aşı şimdiden gelip aşı kanunu yüzde kaldı. Kayıtına ücretlese şu kadar. Bizim müstakillik yolumuz neye gidiyor? Muşlar her kadar bir inkılapçı ben her bir program deyime fırsat kapsam deyeleyim. Hem uyanın muş noktada kırılması gibi topu cevap yaşam oynayayım. Şundakla program anlatma her bir program içerisinde oynayıp bitmiyor ama milletini kendime oynayıp bitmiyor. Kimden çıkıyor rahmet. Rahmet sizge. Bu koyduğunuz ayajandaki bunda kadımda az emas qo'lamka bo'lsa hapamay bir javob bergan bo'lsangiz. Bu qizimizning hayajonini men to'g'ri tushunaman. Birlashgan Millatlarda bo'lgan bu majlisning kutgan natija bermishi va bu yerga sarf qilingan iqtisod bu omillarni o'ylagan vaqtda bu hayajonni texmi konkret, texmi amaliy tushunish mumkin. Lekin endi biz bir millat bo'lish ustida har cho'ng vaziyatni kuzatishimiz kerak. Ma chet elliklarning deyish odati bo'yicha cho'ng rasmni ko'rishimiz kerak. Uni tashkil qilgan ushaq nuqtalarni emas, cho'ng rasmni nazarda tutishimiz kerak bo'ladi. Bu holda Türkiye'de nurg'un qarindoshlarimiz iqtisodiy jihatdan bo'hron ichida. Ijaraga pul topolmayotganlar, yeydiganga pul topolmayotganlar, ko'chada qolayotganlar mavjud. Buningdan xabarimiz bor. Mushundaq ahvol ostida bu Janvadagi namoyish uchun necha ming dollar pul sarf qilishga erzimti deyilse bu cho'ng rasm nuqtasidan emas, kichik nuqtalar nuqtasidan to'g'ri bu. Men oldingi bir so'zlarimda bu Yahudilarning davlat qurish jarayoniga aloqador ba'zi misollarni bergandim. Theodor Herzl Angliyadagi Yahudi boylarning yo'g'in boylardan birisi bo'lgan Mars Baran deganga bo'lgan vaqtida ziyoratga millatiga yordam qilish haqida yordam so'rab bo'lgan vaqtida Baran diyorki men har yili 200 million pul xarjlayapman. Şu aç-yalang'ochlarni, namratlarni qutqizish uchun deb javob berdi. O videoni tepib, eng yaxshi qayta ko'rib baqinglar, men naqllarni men aynan deyamman, asosiy mazmunni da'vatim. 200 million pul xarjlab, Yahudining namratlarini qutqizyapman, yuylayapman, Argentinadan yasi to'yilib, bu yerga ko'chirib olib joylashtiryapman degan vaqtida Theodor Herzl uningga efendim siz millatga yordam qilmayapsiz. Siz divani ishlab chiqaryapsiz degan. Qarindoshlar.
tefekkür kılınlar hem de. Divan işlep çıkarıvatsız degan. Çünkü o Theodor Herzl'nin davatını büyük resim. Bütün Yahudiliğini öz içine algan bir resim bu. O Mars barının ismini doğru diyemedim. Barın doğru ismi. Onun davatını bu resimni teşkil kılgan içindeki ma'lum bölek noktalar hakkında davatıda yardım veriyorlar. Ama bunu Theodor Herzl nime davatıda siz divan işlep çıkarıvatsınız diye. Biri tayyar sahavetki ügünüp kılıvatıda bu halk demekçi. İkincisi bir millette namrat yüylep bu namratlarını tügetkil olmaydı. Bu dünyanın kanuniyeti. Bu noktada aytganda mı siz milletke yardım kılıvatkan hesaplanmay kalasız demekçi. Milletning umumiyeti qutulushi lazım. Onun ma'lum bölekteki bir guruh adam qutulushi o muhim emas. Her millette var, hatta her milletlerde, devlet olan milletlerde, dünyadaki bu ilim feninin yüksek seviyesini yaratkan milletlerde deylik ki ilim fen patentleri en köp olan, Nobel mükafatı en köp erişken milletlerde mi? Makansızlığa var, aç kalıdığanlığa var, namratlığa var. Xuddi bu bir poyizga o'xshatsak, poyizning paravizi bo'lgandek eng oxirgi vagon cho'qim bor. Eng oxirgi vagon bor. Hammasi boshda manganmaydi. Cho'qim oxirda mangadigan vagonlar bo'ladi bir poyizda. Bu nuqtadan aytgan vaqtida o kadar namratlarimiz bor turibmi? Mushunda yerlarga pul xarjlasak bo'laveradi qarindoshlar. Ko'z kichik olmanglar. Meseleni bütün millet dairesinden oylaydı. Bu benim bir cevabım. Hem de o Birleşken Milletler'in içindeki o eçinişli hal. Nime için ula bizning meselemizni koyganda Şinjan'da koydu. Nime için bizni Xitoydagi assalliq millet deb koydu. Bu prensip mi? Bu burun bizga aşında deyilgan. Bizning xalqqa aşında deyilgan. Bununla yol qo'yilmaydi, aşında deyishga mecburimizda. Bugün bu safsata putirab turolmaydi qarindoshlar, yolg'on bu. Bu keyingi 20 yildagi chekinishning natijasi bu. Davaning ismi Sharq Turkiston bo'lishdan avtonomiyaga aylanib qolgandan boshlangan bir chekinishning mahsuli bu. Davayınızga ega chiqadigan bo'lsangiz, mana bu ega chiqadigan yeri mana bu. Ish qildik deyilgan ishlarning birisi mana bu. Mana bu ismni Xitoyning orzusiga ko'ra qo'llanish. Shaxsan men bu Amerikaning bir tashqi ishlar amaldoridan bilan kurashdim, xabaringlar bor va xabaringlar yo'qlarimi bor. Bunun bizge davatqını bir xalq özünün tuprağını qanda ataşını xalısa biz onunğa hürmet qılımız. Zaten bu bir aqalli bir iş ya bu. Eğer sen özüңni demokratçı deydigan bolsan, eğer sen özüңni hürlüknün hamisi, demokratiyanın hamisi deydigan bir çoğ devlet bolsan, nim buluş gerek oldu? Bir xalqның arzusuga hürmet qilish aqalli mecburiyet oldu. O halda eğer biz onu Şarkı Türkistan deb atsak, ulu bizning tanlashimizga hürmet qilishga mecbur. Hiç zaman bizga Xitoy qo'ygan ismni ulu tanmaydi. Xitoy tanıdı bizga. Xitoy tanıtadi bizga. Ama her dünyada hiç kim onu tanışqa qodir emas. Unda tanıdigan bo'lsa, o'zining qonunlariga xiloflik qilgan bo'ladi qarindoshlar. Bu yolg'on. Aşında demisek bombaydı degen sepsetler yalgan.
bizning tanlashimizni hurmat qilib bo'ladi. Men o'z quliqim bilan anglagan, bevosita anglaganim ana shu va bugungacha o'tirg'i chiqaryapmiz, Sali o'tirg'i chiqaryapti bir qancha hujjatlarni o'tirg'i chiqadi. Ko'rilyaptiki, bizga mustaqillik, biz mustaqillik deymiz deb jakalayotganlar xalqning ra'yidan qo'rqib xalqqa deb qo'yapti. Bu tarixdan beri deyapti. Ya bugungi shu varlik qarab, mana bular mustaqillik. Qarindoshlar, uni bizga deb qo'ysa hisob emas uni. Uyaga nima yo'llayapti? Uyadan nima talab qilyapti? Hozirgacha taqa bizning xalqimiz Xitoylardan ayrilishni xohlamaydi deb bir narsa yo'llayotganlikdir ma'lum. Mutlaq ko'p sondagi xalqimiz Xitoydan ayrilishni xohlamaydi. Xalqning asosiy orzusi Xitoylar bilan birga yashash degan mazmunni yo'llaydigan ahvollar hala mavjud. Bizga da'vat edini, xalqqa da'vat edini, Uyg'urlarni alda'vat edini, mustaqillik shuvatdir. Endi uyadikisi hisob. Chet ellikka nima da'vat edini? Biz ko'miga yerda nima da'vat edini? Xalq bilmaydigan so'rinlardan nima da'vat edini? Bu muhim. Agar biz bir og'izdan o'rnimizdan dasturib bu ikisi bilan boshlanadigan bu chiplaq so'zga, bu haqoratga o'rtaq qarash turadigan bo'lsak, chet elliklar bizning tanlashimizni cho'qim hurmat qiladi. Buningdan gumoningiz bo'lmasin. To'g'ri. Hozir bu jihatda bir yaxshi yuzlanish va herhalde bunun qarshi ovozlar yo'qdi. Bunda ochiq oshkor ravishda X'dan boshlanadigan ismni atash xato deb ochiq oshkor chiqadiganlar ko'p emasdi. Hozir xalqimizning mutlaq qismi sakrab qo'potdoshlar shu ismga qarshi. Shunga dastlab akt bilan qonun loyihasi dastlab X bilan boshlanibdiki, keyin shu Salih inimiz boshliq bir qism qarindoshlarimizniki tirishchanligi bilan uni Uyg'ur akt, ya'ni Uyg'ur akt deb o'zgartgan bo'ldi. Uyg'ur loyihasi degandek bir ismlar bilan o'zgaribdi. Herhalde bizga yumshoqlash bor. Men ishni nima, ya'ni biz o'zimizniki irodamiz bo'yicha gap qilsak, to'g'ri gap qilsak, bu demokratiyada bir kishiniki erkinligi ishidan chiqqan eski Uyg'urlarni hurmatlash, uning erkinligini hurmatlash bo'lgandan keyin ular asta-asta qabul qildi deb o'ylayman. U kunlarni uzun qolmas. Bu yerda bir ikki savolga qisqa javob elish majburiyatida qolyapman, G'ulomka, chunki qarindoshlarimiz havol qilib ketdi. Birinchi savol, ba'zi tashkilotlar hozirgacha hamda shu BDTga kirganligini dastlab qilib turib, biz BDTga engellangan birdan-bir tashkilot, shunga biz birdan-bir tashkilot degan safsatini setib xalqning ishonchiga erishishga tirishyapti. BDTdagi ahvolni bu qatim o'z ko'zimiz bilan ko'rgandan keyin, ya'ni Amerikaga o'xshash demokratiyaniki boshchisi u yerda umid yo'qki, bu BDTniki bu inson huquqlari komitetida bir ish qilib bo'lmaydi ekan, haqqoniyat yengib chiqmaydi ekan deb chekinib chiqib ketdi. Bu u yerda Xitoyniki shu qadar yolg'on bir raportni akilib, u yerda guldiras olqishlar ichida tasdiqlatib majlisni kelib ketganligini ko'rdi. Shunga xalqimiz orasida bir savol tug'ilyapti hozir. Bu BDTniki inson huquqlari komitetidan umid kutgili bo'lmaydi ekan degan bir ko'z qarash shakllanib qoldi. Sizcha mushta deyish to'g'rimi? Endi iliqi palg'i ishonma, palsiz yurma deydigan tamsilimiz var konularda. Uni ko'pingni bilisizlar. Endi palg'i ishonmay turibmi, yana palsiz yurmaydiganmi ish bor hayotda. Agar mush ishqa taqqas qilsak, ishonmasligimiz kerak bo'ladi albatta. Ama ishonmay turibmi, yana uning bilan habilishimiz. Bu bo'lmaydi ekan deb va'da qiladigan faoliyatlarni tashlab ketishgan bo'lmaydi. Uningga xatomiz shu ediki, uningga shu bag'rimizni faqat qo'yib olganligimiz xato. Mushuning bilan ish bitdi.
Qarindoshlar bir narsa esingizda bo'lsinki, biz million shehid vermey turib, bu vatan bizning qo'limizga kelmaydi qarindoshlar. O meclis açqanға bir vatan azat olamdı. Shundoq. Endi Sovet İttifaqının ulgusini ko'rsatdi menga ba'zilar. Sovet İttifaqının ulgusidek ish Xitoy bilan bo'lmaydi. Biri Sovet İttifaqının asosli millati bo'lgan Ruslar bir Yevropa millati. Yani adamga o'xshab ketadigan bir millat. Bir haq adalet tuyg'usi o'lmagan bir millat. Hatta onun içinde ben nurgun misal verdim aqlar bilan Xitoylarning bosqinchilik tabiatidagi farqlar deydigan maqolalar va kitoblarimda. Bu aqlarni mustamlik qilgan boshqa Osiyo, Afrika ellerini, Yevropaliklar. Endi bularning mustamlik qilish, istilo qilish tabiati bilan Xitoylarningki tabiatining orasida osmon zamin farq bor, qarindoshlar. Buni tushunish lazım. Ben ko'p misal verdim. Hatta o'xshash gapni takrorlash bek ko'ngilsiz bir ish. Chari yo'q, mushu aqla istilo qilgan o'sha mamlakatlarda deylikki Janubiy Afrikada, deylikki Hindistonda Hindiston xalqi taraf turib o'zining millatiga qarshi turgan inglizlar bo'lgan. Ash Janubiy Afrikada bo'lgan. Özünün milletiga qarshi turgan. Yani izilgüçülerge yesidaşlık qilib. Sizlar hayotingizda bir Xitoydan ashunday bir ishni kuta olamsizlar? Bormi shunday bir Xitoy? Biz tarafda turib o'zining millatiga qarshi turadigan haqqoniyatchi Xitoyni ko'rdinglarmi? Anglab baqdinglarmi? Avval bu kam Xitoyning meclisi bilan bu vatanni ag'in olmaydi qarindoshlar. Cho'qim qon to'kishimiz kerak bo'ladi. Meyli o en ahirki noktada az bir mezgilde olsun, meyli uzak soğuzulgan şekilde olsun, çokum kan tökeştelep kılındı bizden işimiz. Şunlaşka biz o meclislerge, namayışlarga, narazılıklarga, imza toplaşlarga bağrımızla koyuvanmaydı. Muşunun oğlu mesele hel oludu diyen o balalarca tamada olup kalsak gaflet kalamiz qarindoshlar. Bunun zihni var bizga. Bunu fakat bakatuğucu qiyğaştuğu turadigan bir ish. Xuddi ishonmay turibmi, yana bir palsal turib baqqanga o'xshash bir ish debla bilsak bo'ladi. Bu bir diplomatiya hareketi. Men 3 kategoriyaga ayirgandim bu. Cimi hareket. Şunun içindeki diplomatiya hareketiga yatadigan barliq kişilik faaliyetlere mengi bu harekette qo'shimcha. Mengi qo'shimcha. Hergiz asosliq emas. Asosligi yanala azatlik hareketi. Yani qon bilan, jon bilan bo'ladigan hareket asosliq hareket. Fakat onun zaman itibarı bo'lganligi uchun tashqi shartlarga bog'liq bo'lganligi uchun uni qilaman degan vaqtda qiyg'il olmaydi. Farq mana o'sha. Ammo diplomatiya harakati tinchlik harakatlardan bo'lg'achqa buni bu tashqarida har zaman qiyg'il bo'ladi. Hech nima qilmay o'tdasangiz o'zingizning vijdonining so'rg'iga duch kelasiz. Uning uchun o'zingizning qalbini avundirish uchun bo'lsa-mu qilasiz bu harakatni. Ama bunun bilan hal oludmuşki deb qo'ysangiz xato bo'ladi. To'g'ri. Bu javobingiz nihoyat aniq bo'ldi. To'g'ri tushundik. Tuvanda ko'rayotgan qarindoshlarimiz yaxshi javob oldi deb o'ylayman. Yana bir savolga qarindoshlarimiz qayta so'rab ketdi. Nurg'un telefon kelib ketdi. Men ololmay qoldim, chunki siz muhim gap qilayotgan holda telefon olsam gapingiz uzilib qoldi ekan, shuni telefon ololmay qoldim. Hozir Turkiyada shu 3000 kishini tizimlab Kanadaga akitadigan bir ish bo'lyapti. Bu bir qiziq nuqta. Bayı siz bir javob berganda qildingiz bu ishga, ya'ni sizlar o'zingizlarni
BDT'nin işğallarına ve yoki Türkiye'deki küçük bir partiye ve yoki teşkilatlarga tizimletiş arqali o'zinglarni qo'llab qilinglar dedingiz. Endi bizning ba'zi tashkilotlar biz mush odamlarni tizimlab hukumat yo'lini Kanadaga 3000 odam ekitimiz deb ochiq oshkora hozir tizimlash yapyapti-da İstanbulda. Bununla nurg'un qarindoshlarimiz Turkiyadagi bir javob og'isi bor. Mushlarning qilayotgani to'g'rimi, ishonchlikmi, bular ishonsak bo'lamdi. Chunki burun o'tgan yil yoshlar bir tizimda nimaga bu davlatlarning nimasiga olmay palon tashkilotniki bir liderning qo'liga beribdiki, u yana shu BDT olib berishdan qilgan o'xshaydi. Shu bu yerda ba'zi gumonlar mavjud edi. Shunga G'ulom akamiz nima deydiki, shu ish to'g'rimi xato, shuni imzo olsak bo'lamdi, bo'lmamdi deb chiq so'rab ketdi. Men shuni sizdan qayta so'rashga majbur bo'ldim buni. Bu savol haqida shaxsiy xat yozib so'ragan qarindoshlarimizmi oz bo'lmadi? Men shaxsiy xat yozganlarga shaxsiy xat bilan javob berdim. Bu ishni mening asosan hech qanday bilgim yo'q. Hech uchurim yo'q. Ya'ni bilmay turib men bunga keskin hukmni qilsam xato bo'ladi. Lekin buni qilayotgan odamlarningki salohiyati, fazilati nuqtasidan ehtiyot qilishni tavsiya qildim xat yozgan qarindoshlarga. Chunki u biz bilgan odamlar shunga ehtiyot qilgan yaxshi dedim. Endi bu yerda pul qo'ymichilikqa bormiki desak, pul so'ramida hozirgacha dedi. Pul so'ramagan bo'lsa, tizimlatib qo'yganning ziyni yo'q deb javob berdim. Ammo puli so'ragan uchurlar bek tafsiliy bo'lganligi uchun gumonini qo'zg'abdimish. Deylikki, chashning rengi, ko'zning rengi, bo'yning egizligi, eg'irlikdan tortib, butun alayidlik so'raladi ekan. Shunga bu uchurlarimizni Xitoyga berib yetib qolmamdi degan endishalar. Endi meningcha o'g'anda buning Xitoyga bir qimmati bo'lishini hisob qilmadim men. Chunki Xitoylar zaten biladi chet elda kimning borligini. Uchurni u yetkazib bermasimi, zaten aramızda Xitoyning ayg'oqchilari o kadar ko'p. Bizning har bir harakatimiz, har bir madrasalarimizdagcha Xitoyga ma'lum bo'lib turdi. Bunda bo'lgan ekan, bu tizimlash orqali barliqqa kelgan bu uchurlarning Xitoyga o kadar qimmati bor deb o'ylamayman. Zaten Xitoy uni biladigan bir uchurlar o. Yoki xolisa uni yoshirin shakldami egallay oladigan bir uchur. Shunlashqa buningdan o'kib ketmay tizimlatib baqsa bo'lsa bo'la, bo'lmasa izpil bo'la degan tamsil bo'yicha. Agar bu faqat yuz bersa bir qo'ymichilik hodisasi yuz berishi mumkin deb qaralgan vaqtida pul so'raydigan yeriga diqqat qilsa menimcha bo'ladi. Agar pul deydigan yerga kelgan vaqtida Kanadaga borgandan keyin beraman deyilsa, boshqa cho'ng chataq chiqmaydi yoki bu ish oqmasa oqmagan payt qoladi, bu jimaga ziyni yo'q deb shu maslahatni berdim hozirgacha. Ammo yana bir tavsiyam, bunda ishlardan ko'proq xabari va bir singlimiz var shu Kanadaning Torontoda ilgari shu Kanada Uyg'ur jamiyatiga raismi bo'lgan bir mezgil shunda ishlarga hukumat bilan aralash ba'zi ishlarga ishtirok qilgan ma'lum tajribasi bu ko'chmanlik masalalari haqida bilgisi bo'lgan bir singlimiz var. Ruqiya Turdush deydigan. Menimcha shu Ruqiyadan bilga olsanglar texmi ishonchli bo'ladi.
Endi men o'zim hech aloqam bo'lmagan bir sohaga bek keskin bir javobni bersam xatodan xoli o'g'in olmay qoladi. Keyin endi bu tufaylidan ziyon tortib qolsanglar meni qo'llab qolasizlar. Shunga eng yaxshisi shu ruqyani izlab ketib shuningdan bir so'rab qolsanglar. Tamam. Yana bir ish, G'ulomkam, shu yaqinda bir ish bo'lyotdi. Turkiyadagi, yana bu ish, yana Turkiyadagi qarindoshligimizga munosabatlik. Yaqinda Xitoy hukumati bilan Turkiya hukumati shu adliyada hamkorlashish to'g'risida bir to'xtamlashganligi to'g'risidagi xabar chiq odamlarni andishaga solyotdi. Anlasak, Xitoy hukumati ba'zi Uyg'ur qarindoshlarimiz ustidan Turkiya hukumatiga arz qilgan ishlar bor. Ya'ni bu terrorist yoki jinoyatchi buni bizga o'tkazib bersa degan ishlar bo'lganmish. Ham ba'zi mish-mish gaplarda bir Xitoy hukumati Turkiya hukumatiga bir tizimlik topshirgan gaplar bor bu yerda. Shunga hozir Turkiyada siz bilasiz, az bo'lmagan qarindoshlarimiz yashayotdi. Ham muqim emas ularniki o'tirma yoki iqomati yoki pasporti yoki nimasi yo'q. Mushta holatda shu Misrda yuz bergan fojia Turkiyada mı yuz berib qolamdigandi deb qattiq andishada o'tirgan qarindoshlarimiz bor. Sizce Misrda yuz bergan fojianiki Turkiyada yuz berish ehtimoli qanchalikdir? Turkiyada yuz bermaydi deb keskin xulosa chiqarolmayman. Chunki davlat manfaatlardan a'lo bo'lganlik uchun yuqorida deb o'tgan sabablarga ko'ra davlat manfaati ustida qildigan bo'lgandan keyin va bugungi Turkiya Xitoylar bilan ko'p sohada, ko'p turda hamkorlik o'rnatyapti. Ya'ni Turkiya Xitoyning texnikasiga muhtoj, puliga muhtoj bir ahvolda. Onun üstüge hozirning o'zida Xitoyga hali ko'p qarzda ekan. Endi bilasizlar, shu turmushda birisidan qarzimiz bo'lsa, shuning oldida beshimizni sal pastroq tutadigan bir ish bor endi. Yo'g'on gapni azroq qilamiz ham buning oldida. U varan gapni u qiysimi biz boshroq turamiz. Qazigisinin ayda bir kuchi bo'ladi. Davlat uchunmi bu o'xshashli kuchga ega bu teoriya. Qarzdorlar qazigisining oldida qo'l qo'yishtirib turishga majbur. Uning talablari bo'ladi, bu uning talablarini o'rindashga majbur bo'lib qoladi. Endi bunda o'rindash faqat shakl jihatda o'xshamasligi mumkin. Masalan, Misrning Xitoyning talablarini o'rindash shakli bilan Turkiyaning o'rindash shaklida farq bo'lishi mumkin. Ammo o'rindashning o'zi yanada inkor qilgan olmaydigan bir taraf. Ya'ni har ikkili xil ahvolda natija e'tibori bilan qazigisining talablarining o'rindiladiganligi xulosasini chiqarg'ili bo'ladi. Endi qarindoshlikni jiqqa ta'kidlab turamiz. Normalda Turkiyada bo'lganlar turklarga bek amroq qo'llab qolamiz. Men shu turklarni yaxshi ko'raman va Turkiyani bek yaxshi ko'raman. Endi Turkiyadagi turk qarindoshlarimizni desak, bu har zaman kuchga ega va har zaman to'g'ri. Ammo hokimiyat nuqtasini aytgan vaqtida hokimiyat hissiyoti bilan ish qilmag'achqa tarixdimi bu uzoq tarixda 30-yillarda O'rta Osiyoning siyosiy qochoqlarini Turkiya turkumlab bu Ozarbayjon chegarasi tarafdan o'tkazib bergan Kavkaz tarafdan Sovet ittifoqiga. O kadar echinishli voqealar bo'lganki o zamanda. Hatto quchoqdagi bolalarini o'tkazib berilayotganlar, quchoqdagi bolalarini turklarga berib etishni
yalverip so'ragan mushu balam bo'lsinmi qilib qolsinmi birisi beqavasin desa unamay poyizga qaçılab yo'lga sağgan. Bu qaçaqlar, bu ötküzüp berilayotganlar ba'zilari hatto chidayolmay poyiz qo'zg'algandan keyin ash quchoqdagi balani poyizning derisidan tashlab etdi. Endi poyiz menib ketgandan keyin uni qayta ekib bermaydi. Aşağıda birisi beqavasin, garchi bir joylari endi sunib yaralansın, endi o'lmay chiqib qolsa birisi beqavasin deb. Endi davlat mana bu shunda rayimsiz bo'ladi qarindoshlar, bu hokimiyat degan. Endi bundaq bir fojia 30-yillarda bo'lib endi bu diktator zamonda endi hozirgi demokratik bir davrda tekrar yuz beramdi. Unda ish hech bo'lmaydi deydiganlar chiqar. Menimcha o şekilde bo'lmaydi faqat. O şekilde bo'lmaydi. Ama fakat bo'lmaydi desem belki yolg'on bo'ladi. Çünkü mana kelgan ba'zi ma'lumotlarda ba'zi mahallalardan Uyg'ur yoshlardan bir turkum tutqun qilingan. Bu tutqunlar qaysi turmada? Türkiye'nin içinde mevcut mu yoki mevcut emasmi? Bu haqda aniq ma'lumot yo'q ekanligini deyishmoqda. Mana bu ahvol bizga ogohlantirdi. Ehtiyotga ogohlantirdi. Diqqat qilishga ogohlantirdi. Endi mush Uyg'urlarning so'rig'ini hisob kitobini kim qiladi? Türkiye'nin külliki yağmurlukның tegidi can beqavatkan Uyghur teşkilatlarının kılalışı natayın bunu. Onun için ben deymen ki muhalif partilerinin küllük astığı kırıvanmak lazım. Uluğu tizim kaldırmak ve uluğu bu ahvalını təminlemek lazım. Bu davanı muhalifli bek yaxşı kılalaydı. Endi Türkiye'nin bu qarzdachilığı her narsaga qistab qo'yishi mumkin. Buni qilmaydi deb keskin diyolmaymiz. Men burun keskinmi deyalaydim. Agar ash qarz bo'lmagan bo'lsa, buni keskin degili bo'lardi. Ya bunday ishni Turkiya qilmaydi deb. Lekin bu qarzdachilik va yana davomliq qarzga bo'lgan ehtiyoj her narsaga majbur qilib qilishi mumkin. Shunga ihtiyotan bu ishni tashkilotlarga topshirib o'tmay, hozir Turkiyada guruh bo'lish va Uyg'urlarning ichida har turli guruhlar bo'yicha tizimlanib muxolif partiyalarning kunlik ostiga kirish, tizimlikni topshirish va tutqun qilinib g'oyib bo'lganlarning haqida uchur vermek lazım olur. Bunu sürüştü qılalaydı, biz qılanmaganlar. Endi bu ahval Allah saqlasın. Çünkü Mısır'da bu ahvalni öz gözümüz bilan ko'rdik. Xitoy haqiqatan vahshiy. O'zining iqtisodiy kuchi, boshqa kuchlar bilan şu bir devletninki hükümetini setib edip yoki besim qilib az bo'lmagan Uyg'ur oilasini vayron qilyapti. Nurg'un qarindoshlarimizni tutib ketdi. Türkiye endi bizning qon qarindoshimiz bo'lishi bilan bunda ahvolning bo'lish ehtimoli men toza yuqori emas deb qarayman-yu, siz mi dediniz? Bunda ahvol yuz bermaydi deb kesib tegilib bo'lmaydi deb Allah saqlasin. Herhalde siz bu özünüzün tavsiyelerinizni verdiniz Türkiye'de qarindoshlarımızga. Hem teşkilatlarımız bu haqda işning oldini elish va yoki isloh yuz berib qolsa Xudoyim saqlasin da yuz bermasin. Bizning qilalaymiz deydiganga hozirdan boshlab o'yinish kerak deb o'ylayman. Hamma tashkilotlar ham qo'ldan ish qila oladi.
Oğlamka cık vaxtınızda aldım. Barlıqda bir qeyrinişimiz az degende 10 qatim telefon qildi. Hem sizden gepingizni bölətməy deb alamadım. Ben bir telefon qilib baqay, agar muhim bir savol bo'lib qolsa anglaydi. Bo'lmasa bugun cık vaxtınızda aldım. Qani bu qeyrinişimiz telefonni alamdı, olmamdı. Assalamu alaykum. Aleykümselam ve rahmetullahi. Keçirsiz bay neşqatim telefon qildingiz, alamadım çünkü olamaqa gap qilib ham gepining beliga tepatmaydi dedim. Savol qo'ymoqchimidingiz bugun yoki Ya bu senden münasebet tamam. Hozir jamliqda men sal turib boray sizga. Beyaz sadece bu siz oynadı. Keçirsiz olamqa. Ama qayta ursa bu qeyrinishimiz men tanımaydigan birisiga shu savol qo'ydigan o'xshaydi aytdim, amniyatdan tanımasga. Vaqtmi berib qopdi, olamqa ko'p vaqtingizni oldim. Siz charchab qoldingiz. Bugun ama jiq savollarimizga yaxshi javob berib oldik. Buning uchun ko'pchilik nomidan sizga rahmat aytaman. Oxirida bir qisqacha xulosa so'zingiz bo'lsa olsam, undan keyin programmani oxirlashtirsak. Men nima xulosa qilay? Mening ishim tag'imi avib ketganligi uchun qarindoshlar bilan bu ekranda pat birga bo'lolmayman endi bundan keyin. Deydigan gapim mo'jizaga yo'q. Men ya'ni shaxsiy o'zimning video nashrlarimni qarorlik qilolmaydigan avvalga kelib qoldim hozir. Shundaqla sizdek boshqa muxbir qarindoshlarımızın ziyoratlarini qabul qilolmayman normalda. Bugun ba'zi savollar o'zimni qiziqtirganligi uchun va bu savollar menga shaxsiy xat yozibmi ko'p so'ralayotgan bo'lg'achqa har bir xat yozganda bizdan javob bergicha müşahede ortak cevap veriyor deydigan bilen bu iş bulab. Şuna qarindoshlar meni kechirsandı, men doim chiqib sizlarga muloqot bo'lolmayman. Bundan boshqa gap yo'q hozircha. Bo'ldi, bu ahvolni to'g'ri tushundingiz, G'ulomka. Siz ko'p charchadingiz, yaqin ko'p safarlarni qildingiz, ham jiq ishlaringiz bor, sizning yazılgan, o'qiydigan ham tashkilotning ishlari cho'qim bor, sürgünlük hukumatniki. Unda bo'lgandan keyin to'g'ri tushunamiz. Oxirida sizga deydiganimiz yana Allohdan teningizga salomatlik tilaymiz, turmushingizga xotirjamlik tilaymiz. Bugun alayda vaqt ajratib, ko'p savollarimizga javob berganingiz uchun yana bir qatim rahmat. Yana bir ko'rishish nisib bo'lguncha omon bo'ling, xayr, Allohga omonat. Allah'a emanet, hamma qarindoshlar, Allah'a emanet. Xo'sh. Xo'sh. Chiqdim bugun safarga, tirikchilikda yantirib, qoldi ketgan yo'lda, ota-onam tanir, ko'zlariga yosh kelib, suyunimdan qaldi, umrni eshitdi, o'g'il qizim qoldi. Xudoyimga omonat deb qadam boshladim, oldimdagisi bor, yo'lga nazar tashladim. Bu yo'llar uzun yo'llar, bu yolda ölüm tolar, adam kaçan kürde,üşlerse bir bağlar. Orap şirin uygular, ushbu yollar qo'ynida ketdi
Shumulup gözler Alemdin oldu juda Şum ecel gelip geldi Dillarını vayron etdi Kuyumcan hem kadirdan Azizler ülkendi Akçabakeş musafir Bir neşi idemey Ne düşürdümden tülek Devriye gidenmey Dua kılıp sorayım Allah'ın amanlıkını Yol düşürgen musafir Körmeson yamanlıkını Hudayım amanet Dep kalanı başladım Aldığımdaki sebep Yolda nezer taşıdım Bu yollar uzun yollar Bu yolda ölüm tutar Adam kaçan ki oradaÜşler sebep Allah Namımulu hey Allah Dua kılıp sorayım Yol düşün bu sabrım Amanlılığın dileyime Amin